Nurmatov Jo'rabek Hamidovich, tuman prokurori, ichki ishlar bo'limi, tuman hokimining o'rinbosarlari va tegishli tashkilot qaror rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalarining vakillari taklif etilganlar. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, taklif etilganlar asosan kelib bo'ldilar. Bugungi sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday taklif bor? Rahmat, ochilsin degan takliflar tushyapti. Boshqa takliflar bo'lmasa, sessiyani ochilsin degan deputatlarni munosabat bildirishlarini so'rayman. Marhamat. Rozilar, rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Xalq deputatlari tuman kengashining 23-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat etsinlar. Hurmatli deputatlar, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 17-moddasiga asosan sessiyani kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibi etib 11-Do'mat saylovi o'qigan deputat Hamroyeva Gulnora Jumabayevani saylash to'g'risida taklif etilmoqda. Boshqa takliflar bormi? Yo'q, bo'lmasa qo'l ko'tarib munosabat bildirishni so'rayman. Rozilar? Rahmat, qarshilar, betaraf yo'q. Marhamat, bundan o'z joyingizga keldi. Xalq deputatlari tuman kengashining 23-sessiyasi kun tartibi va ish reglamenti tasdiqlab olishimiz kerak. Kun tartibi va ish reglamenti sizlarga tarqatilgan. Sessiya ish reglamentida kun tartibi masala yuzasidan ma'ruza uchun so'z 10 daqiqagacha, muzokarachi so'zga chiquvchigacha 5 daqiqagacha, sessiya ishini tanaffussiz tugatiladi. Kun tartibi va ish reglamentiga o'zgartirish yoki takliflar bormi? Boshqa taklif bo'lmasa, kun tartibi ish reglamenti tasdiqlansin degan deputatlar ovoz berishlarini so'rayman. Marhamat. Rozilar? Rahmat. Qarshilar? Betaraf yo'q. Tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, hozir masalalarimizni ko'rib chiqishga o'tamiz. Sessiya kun tartibi birinchi masalani ko'rib chiqamiz. Norin tuman mahalliy byudjetining 2026-yil 1-oy daromadlarini
orttirib bajarilgan mablag'larga yo'naltirish to'g'risida masala yuzasidan so'z tuman iqtisodiyot va moliya bo'limining boshliq o'rinbosari Belirbek Karimovga. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli jurnalistlar, hurmatli kengash raisi, hurmatli deputatlar. Avvalambor siz muhtaram prezidentimizni 2025-yil 8-oktyabrdagi 298 sonli qarorlar qabul qilingan. 298 ga asosan respublikamizdagi 33 ta tuman shaharlar yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman shahar qiyofasini beruvchi tumanga aylantirilgan. Shu bo'yicha biz tumanga 100 milliard mablag' ajratilgan. Tumanimizga bundan tashqari ikkita mahallamizga 10 milliard so'm, bitta mahallamizga 5 milliard so'm ajratilgan. Bu bo'yicha yo'llarni yoritish chiroqlari hamda aholimizni kayfiyatiga hamda tadbirkorlarimizning kayfiyatini tuman markazimizni obodonlashtirish xarajatlari uchun 200 million so'm mablag' ajratish ko'zda tutilmoqda. Shu mablag' sizlarga berilgan loyihalari shuni ko'rib chiqib tasdiqlab berishni so'rayman, ma'qullab berishni so'rayman. Shu 200 million mablag'ni tuman markazimizga hamda Cho'ja Haqlobod yo'nalishidagi ikki taraflama yo'llarni yoritish chiroqlariga hamda turli xil yurt ko'chatlari ekish uchun ajratilmoqda. Shu qisqacha savol. Rahmat. Shu masala bo'yicha doimiy komissiya mahalliy budjet, tadbir rivojlantirish iqtisodiy islohotlar bo'yicha doimiy komissiya raisi ilgari shukrani joyingizdan. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi xalq deputat tuman kengashi yig'ilish sessiyasida ko'rilgan masala barchasi doimiy komissiyasiga ko'rib chiqilgan. Qaror loyihalari taqdim etilgan, barchalaringizga muhokama qilingan. Shularni qo'llab-quvvatlab berishlarini so'raymiz. Marhamat, masala bo'yicha kimda savol, takliflar bor? Marhamat. Yo'qmi? Marhamat, yerga o'tiring. İkinci masalamiz ayollar daftarining 7-bosqichiga 4861 nafar xotin-qizni ayollar daftari ro'yxatga kiritish hamda ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarning muammolarini hal etish va ularning ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlar yo'l xaritasi tasdiqlash to'g'risida. Bu masala doimiy komissiya ko'rib chiqilgan. Hozirgi so'zni ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat, sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Rahmon Islomjonga. Marhamat. Assalomu alaykum, sessiya ishtirokchilari. Shu yuqorida ko'rsatilgan masala doimiy komissiyalar o'rganib chiqildi. Doimiy komissiya tomonidan ma'qullab berishlarini berishni taklif etamiz. Rahmat. Masala bo'yicha hamma raisning qo'llaringiz bor. Mana shu ayollar ro'yxatlari bo'lmasa shu tayyorlangan qarorni tasdiqlab berishni so'rayman. Hozir marhamat. Rahmat. Qarshilar, e'tirozlar yo'q. Qaror tasdiqlandi. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, hurmatli deputatlar, keyingi masalamiz mening bog'im loyihasi doirasida Norin tumani Bo'zalmas mahallasi hududida yashil bog' tashkil etish to'g'risida. Buni ochib berish uchun so'z, masalani tushuntirib berish uchun so'z Agrar suv xo'jaligi ekologik masalalar bo'yicha doimiy komissiya raisi To'yshib Rasuljonga. Marhamat. Mazmun mohiyatini. Assalomu alaykum, sessiya qatnashchilari, hurmatli Belirbek Karimovich, hurmatli rais.
hurmatli deputatlar, Norin tumani kengashi 23-sessiyasiga qo'yilgan masalalarni Oliy Majlis Senatida belgilanganiga asosan har doim biz doimiy komissiyalarda oldindan ko'rib chiqib, ustida o'rganib, tegishli qaror loyihasini tayyorlab bermoqdamiz. Jumladan bugungi mana 3-masala bo'lmish mening bog'im loyihasi doirasida Norin tumani buzilmas mahallasi hududida yashil bog' tashkil etish to'g'risidagi masala ham bizni Ekologiya agrar suv xo'jaligi doimiy komissiyasida O'zbekiston Ekologik partiyasi Norin tumani kengashi partiya guruhi deputati Habibullo To'rayev O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-26 martdagi jamoatchilik fikri asosida ishlab chiqilgan mening bog'im loyihalarini shakllantirish va moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi 156-sonli qaror asosida Norin tumani buzilmas mahalla fuqarolar yig'ini hududida 0,2 gektar, ya'ni 20 sotix yer maydonda tashabbusli byudjet jarayonida fuqarolar tomonidan qoldirilgan takliflar ovoz berish jarayoni yakunida g'olib deb topilganligi to'g'risida masala yuzasidan hisobot ko'rib chiqildi. Habibullo To'rayev hisobotida buzilmas mahalla fuqarolar yig'ini hududida mening bog'im loyihasi uchun ajratilgan mablag'larni amaldagi qonun hujjatlari talablariga muvofiq maqsadli va samarali foydalanish, tashkil etiladigan mening bog'im hududidagi har bir daraxtlarni shikastlantirish va nobud qilganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish, mazkur yo'nalishda jamoatchilik nazoratini o'rnatish to'g'risidagi takliflar tinglandi. Hisobot yakunida mazkur masala yuzasidan doimiy komissiya a'zolarining fikr mulohazalari va takliflari inobatga olinib, mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 6 va 24-moddalariga muvofiq xalq deputatlari Norin tumani kengashi qaror loyihasi tayyorlandi. Qaror loyihasi deputatlarga tarqatilgan. Mazkur bog'da summa qiymati 250 million so'mdan oshmagan holda bo'lib ajratiladi. Mana shu qaror loyihasini ham ko'rib tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Rahmat. Marhamat, shu masala bo'yicha savol, takliflar bormi? Rahmat, Rasuljon o'tirib mumkin. Bo'lmasa, shu masala bo'yicha tayyorlangan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Ko'rib chiqqansizlar. Qaror loyihasini tasdiqlab berishlarini so'rayman. Marhamat, rozilar. Rahmat, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror tasdiqlandi. Rahmat, hurmatli deputatlar, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Bizni bugungi 23-sessiyamizga kiritilgan ishla masala ko'rib ko'rildi. E'tiborlaringizni